Yaxshi ko'radiganligini izhor qilish. Eng esil sovg'at. U kuni Nejla maktabdan ko'ngli yerim holda qaytdi. Uyga kelib, hech kimga gap qilmasdan hujrasiga kirib, karvatiga o'zini atdi. Nejlaning bir ishlarga ichi siqilayotganligini sezgan onasi uning yoniga kirib, "Qizim, hamma ishlar yaxshi-da?" "Appa, muallimning aytishicha, bugun Adibaning puti sinib ketibdi. Ati uni yo'qlashga boradi ekanmiz. Adiba uchun ko'nglim pek yerim bo'layotdi." Haqiqatan ko'ngli yerim bo'lgudek ish bo'pti. Adiba uchun men parishon bo'ldim. Lekin xohlasangiz uning uchun hadiya tayyorlang. Shunda qilsangiz u xush bo'ladi. Bu pek yaxshi gap bo'ldi. Endi kechqurgacha qanday sovg'at tayyorlashning ko'yiga kiring. Agar kallangizga bir narsa kelmasa, men sizga yordam qilaman. Ma'qul appa. deb nima ish qilish kerakligini o'ylashga boshladi. Nejlaning kallasiga har xil o'ylar kelyotdi. U sirtqa chiqib, binoning oldidagi palampayda o'ltirib, o'z-o'ziga pichirlashga boshladi. Adiba eng yaxshi ko'radigan gullardan bir dasta tizay yoki o'yinchoq bovoq yasay. To'g'ri, hamma qizlar o'yinchoq bovoqlarni yaxshi ko'radi. Yo'q, o'zim eng yaxshi ko'radigan bezakli chosh qusqushlardan olsam-chi. Voy Alloh, hajab bir qarorga kelolmay qoldim. Adiba qaysisiga bekrak xush bo'la? Bu ikkilanishlar Nejlaning ichini siqdi. Ko'ngli yerim holda atrofga boqqan Nejlaning ko'zi ostingi qavatda o'ltiradigan qo'shnisi Amina Hadamga tushdi. Mahalladagi mushuklar uning balkoniga kirib, Amina Hada bilan o'ynash uchun bir-biri bilan baslashayotgandek qiladi. Amina Hada bo'lsa, ularni quchoqlab, erkilatib, yem berib-atadi. Amina Hada Nejlaning qiziqib qarayotganligini sezib, "Assalomu alaykum, qizim. Qanday ahvolingiz?" "Va alaykum assalom. Yaxshi Amina Hada. Sizdan bir ishni so'rasam bo'lamdi. Mushuklar nima uchun sizni bunchalik yaxshi ko'radi?" "Chunki men ularga amroq, ham buni ularga doim deb turman. Yaxshi ko'rildiganligini bilish butun jonliqlarni xush qiladi." "Qandaqsiga? Ular gaplaringizni tushuna olamdi?" "Men mushuklar tushunadigan tilda deyman. Ularni akilitiman, silayman, ularni boqaman. Shunda qilsam, ular o'zlarini qanchalik yaxshi ko'radiganligimni his qila oladi. O'xshashla, menga bo'lgan sevgisini ifodalaydi." "Mening bakli yaxshi ko'radigan bir do'stim bor. Uni xush qilsam bo'ladi, lekin qanday qilishim kerakligini bilolmadim." "Ko'nglingizni yerim qilmang, o'ma qizim. Payg'ambarimiz kishi musulmon qarindishini yaxshi ko'rsa, uni yaxshi ko'radiganligini aytsin degan. Bir odamni xushal qilmoqchi bo'lsangiz, oldi bilan uni qanchalik yaxshi ko'radiganligingizni uningga deyishingiz kerak. Ondan xohlasangiz, kichik bir hadiya orqali yaxshi aslini qoldirib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin unutmang, do'stingizga nima berganingiz muhim emas, nimalarni his qildirganligingiz muhim." Nejla yugurib uyiga chiqib, qo'lidagi materiallardan bir otkritka tayyorladi. Ondan ichiga cho'ng qilib, "Sizni yaxshi ko'raman, do'stim" degan xatni yozdi. Nejla ertasi maktabga bordi. Sinfdagi hamma savodoshlari Adiba uchun kichik-kichik sovg'atlarni tayyorlagan edi. Ular o'qituvchilari bilan birlikda Adibaning uyiga bordi. Adiba savodoshlarini ko'rib, bekla suyundi. Savodoshlari elib kelgan sovg'atlarini Adibaga berishga boshladi. Bir hazardan keyin navbat Nejlaga keldi. Nejla o'z tayyorlagan hiliqi alohida otkirtkini sumkasidan elib Adibaga bermoqchi bo'ldi. "Bu nima ish endi? Sudandagi suv sumkasiga to'kilib, tayyorlagan otkirtkini ho'l qilayotgan edi." Buzilib ketgan otkirtkini ko'rgan Nejlaning ko'ngli pekli yerim bo'lib, ko'zlaridan yosh sirg'idi. Shu asnoda Amina Hada bilan qilishgan suhbati esiga keldi. "Nima berganingiz muhim emas, nima his qildirganingiz muhim. Unutmang, suyulganligini bilish har qanday kishini xush qiladi." Nejla xijillik ichida Adibaga qarab, "Siz uchun bir otkirtka tayyorlagan edim, lekin sumkamda ho'l bo'lib ketibdi. Men faqat sizni bek yaxshi ko'radiganligimni bilishingizni umid qilaman." Adiba qo'llarini ichib Nejlani quchoqlab, "Men sizni bekli yaxshi ko'raman, do'stim." Bu muhabbatlik so'zlar ho'l otkirtkini unutildirib, go'zal do'stlikqa yo'l ochdi.
Yaxshi ko'rilganligini bilish, adibani yaxshi ko'radiganligini aytish Najlani to'liq xush qilgan edi. Bu har ikkisi uchun eng esil hadiya.